Asosiy ishingizdan tashqari qo'shimcha onlayn daromad qilishni 3 ta usuli. Yo'q, bu kimnidir biznesiga sherik bo'lish emas. Yig'ib qo'ygan puli bor va yo'qlarga alohida variantlarni ko'rib chiqamiz. Agar yig'ib qo'ygan pulingiz bo'lmasa, aynan sizga 3-metod to'g'ri keladi. Birinchi metod Shopify platformasidan foydalangan holatda onlayn do'kon oching. Keyin hozir talab katta bo'lgan mahsulotlarni saytingizga sotuvga qo'yish orqali $200 dan $500 gacha passiv daromad qilsangiz bo'ladi. Yo, men ishonchliroq narsaga pul tikaman desangiz, ikkinchi metod Robinhood yoki eTorno saytlaridan foydalanib, o'zingiz ishongan brendni aksiyalardan sotib oling. Kichkina sarmoya bilan ham o'rtacha $100-300 daromad qilsa bo'ladi. Lekin umuman yig'ib qo'ygan pulingiz bo'lmasa, uchinchi metod Upwork yoki Fiverr ilovalaridan foydalanib, sun'iy intellekt yordamida freelance xizmatini ko'rsatishni boshlasangiz bo'ladi. Eng katta plusi sun'iy intellektdan foydalanasiz, tajriba shart emas, sizga esa qo'shimcha $500 dan boshlab daromad. Endi shuni ham qilmasangiz, bahona qidiradigan bo'lsangiz, oylikdan oylikkacha yashab yurishga to'g'ri keladi. Bu videoni qo'shimcha daromad qilmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying va ko'proq foydali ma'lumotlar uchun menga obuna bo'lishni unutmang. Chunki boshqa ko'rishmasligimiz mumkin.